Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mening ismim Bobur va men Shoh Mebel kanalining yurguvchisiman. Bugun mana sizlarga Shoh Mebel kanalidagi tayyor bo'lib turgan ishlar haqida ma'lumot berib o'taman. Mana bugun bizda tayyor bo'lib turgan kampligimizning soni 12 dona stul bo'lib, stulimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Stulimiz materiali yong'oq bo'ladi, rangi korishneviy, laki esa masilniy lak. Ko'rishingiz mumkin. Sidinalarimiz Zemeyka sidina, machalkalarimiz 19 plotniy, ko'tarilishi santimetri 19 santimetr. Zemeyka holatini ko'rsataman sizlarga mana. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni tayyor holati mana shunday chiroyli ish bo'ladi. Xudo xolasa, materialini, tepasidagi materialni ham tanlab berganingiz holatda qilib beramiz. Bu stolimiz vodiy bo'ylab dastavka ichida 16 millionga chiqadi. Vohaga esa kelishilgan holatda Tojikiston va boshqa Qirg'iziston, Qozog'istonlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Muammosi yo'q, yetkazib berishimiz bor.